Xo'p, assalomu alaykum akalar. Xo'p, xolodilnik narxlari necha bo'lyapti deganlarga gapni indalosdan po'stkalazidan boshlaymiz. Hozir Azimshir aka oldiga kelganmiz. Birma-bir sizlarga xolodilniklar narxini qisqacha yoritib beramiz. Azimshir aka, birinchi mashinadan boshlayveramizmi aka? Aha, shundan boshlayverasiz. Rossiyskiy xolodilnik ashi. Aha. Bu mana rossiyskiy 2 qavatli ekan. Xo'p, tevasi marazi, tevasi saqlanadi. 189 ga 54 ekan, pasi 189 litr. Tevasi 54 litr ekan, pasi. Ya'ni marazilkasi 54 litr, teva qismi 190 litrga yaqin ekan. Xo'p. Bu rossiyskiymi aka? Rossiyskiy, ha. Xo'p, rossiyskiy bo'ladi. Mana unisi nima aka? U gradusini baland-past qiladigan. Ha, gradusini baland-past. Aka narxi-chi? Narxi 3.600 ming so'm. 3.600 ming so'm. Kelishtiradigan joyi bormi? Xudo xolasa bor. Bo'ldi. Aka 7H. Qorasi neobeshniy svet xohlayotganlar uchun zo'r interyerga tushadi. Qora. Bu ham o'sha 2 qavatli ekan, teva qismi hamda mana bu past qismi ekan. Xo'p, tevasi nechtaligini bu varaqdanmi aka yoki bu shart basmiga 215 ga, 170 ga 41 ekan. 215 litr, 210 litrda bu razmerdagilar. 1.5 metr, 1.45 bo'ladi, bo'yi bo'lardi. Podsvetkasi 3 xil sveti bor. Qora sveti, oq sveti, yana seriya sveti bor. Ha, xuddi shuni har xil rasvetkasi bor, ha? 3 xil sveti bor. Narxi-chi aka? Narxi 2.600 ming so'm. Narxi ham juda qimmatbas ekan, 2.600 ming so'm. Aka bu yangi chiqqan hozir bu brendda yo'qcha Yangi buni. chiqdi, 1 yilcha bo'lib qoldi. Ha, 1 yilcha bo'lib 1 yil qoldi. bo'lib qoldi, 1 yildan beri sotyapmiz. Yaxshi, zo'r firma, yaxshi chiqyapti. Aha, 2.600 ming so'm, kelishlaydigan xonasi bor hamda 3 xildan oshiq rasvetkasi bor ekan. Qora seriya oq aka uchunchi. Xo'p, bunimizcha aka bu ham 5 ta ekan, bu ham o'sha bo'yi pashti bir xil ekan. Mana ko'rsalar, bo'yi bir xil ekan. O'z mana shu uchalasini bitta olavering, qarang, Beston, Zifler, bu Platinummi? Platinum Premier. Shungacha bo'yi bir xil ekan hammasini. Xo'p, buni ochadigan bo'lsak, tokda ekonom varianti bor ekan mana unda. Mana tokda ishlaydi. Past tokda ishlar ekan, ya'ni tokni kamroq rasxod qilar ekan. Xo'p, buniki 40 nechiga buniki? Buni ham litrlari bir xil bo'lardi, litri. Ha, bir xil, sen hammasini hozir ko'rayotgan 3 to'rtala firmangizni 5 ham ekan-da. Litri, bo'yi hamma yo'g'i bir xil. Kerak rasxodigacha 215 kW rasxod qiladi 1 yilda. Litrlari o'sha 210 litrligi bor, 212 litr, 215 litr. Qaysidir 215 litr yozadi, bittasi 212 litr. 3 litr, 4 litr hech qancha saqlaydi. Aka, bo'lsam narxini aytib o'tib ketaveraylik. Bu-chi, bu nech pul? Beston firmamiz 2.800 ming so'm. 2.800 so'm. Ziflerchi aka? Zifler 2.700 ming so'm. Bo'ldi, mana Zifler. Qatiq tortib, ichini bitta ko'rsak, nech bildingiz buni? 2.700 ming so'm. Bu 2.700 ming. Platinum? U 2.800 ming bu. 2 million. Aka, 3 yillik garantiya deb qo'ygani bu o'sha firma tomonidanmi yo sizlar tomonidanmi mana shu garantiyasi? Firma tomonidan. Firma tomonidan. Biz o'sha bir kun ishlatib tekshirib olishadi. Agar defektni chiqsa, sразу almashtirib beramiz. Undan keyin firma tomonidan 3 yil garantiyasi bor, tuzatib beradi. Bu nech milliondan? 2.800 ming so'm. 2 million so'm. Premier ham 2.800 ming so'm. Bu ham 2.800 ming so'm. Xo'p, endi bu tomonga o'tib. Bu Artel necha nomiga narxlari hozir juda qimmatlashib qoldi. Ular ancha arzonroq edi. Hozirgi kundagi Artelning narxi 2 million yo'q, bu oshgani hisobiga hozir 3 million 200 mingga to'g'ri kelyapti hozir. 3 million 200 mingga. Omad tevasi matoviy ekan, aka. Seriya svetda buni ham har xil svetlari bor o'sha Artel. Mo'ladiki ham bormi aka aytgancha? Mo'lad ham faqatgina Bestondagi yo'q xolos. Qolganini har xil svetlari bor, qora sveti yoki oq sveti bor. Premierdagi ham bor, Arteldagi ham bor. Rasvetkalari mavjud, uyingizni rangiga qarab bemalol qaytsak bo'laveradi. Endi bu sal bo'yi uzunroq. Bu qattiq aka bu? Rossiyskiy u, Pozis degan firmaniki. Aha. Buni ancha 240 litrga 57 ekan. Katta ekan. Razmeri necha aka o'sha? Bu 185 bo'ladi razmeri. 185. Mana 185. 320 litr bo'ladi bular общий. Общий 320 litr. Narxi necha pul aka? Narxi 4 million 700 ming so'm buni narxi. 4 million 700 ming so'm. Xo'p. Bu Ziflerda bunaqa sensorli variant ekan. Bu necha pul aka? Xo'p, bunimizning narxi 5 million 400 ming so'm bo'lyapti. 5 million 400 ming so'm. Bu ham o'sha 320 litr. Bu ham 320. Bu hali birorta nimaga qo'yiladi mana sushilga aka? Bakilashga, u kalbasa qo'yadigan polka o'zi u. Bakilashgada suv qo'ysa bo'ladi, yotqizib. Yoki kalbasa qo'ysa bo'ladi o'shanga. O'shunda buni narxi necha pul chiqadi aka? Buni narxi 5 million 400 ming chiqadi buni. 5 million 400 ming. Bular endi hozir bu ko'rayotganlaringiz bular воздушныйlar bular. Воздушныйlik? Ichida muz bo'lmaydigan, suv oqmaydi, qirov bo'lmaydi umuman. Воздушный. Bo'ldi. Shunaqa variantda bular. Bo'ldi. Aka, bu Bestonchi? Hop, bunimizning narxi 5 million 800 ming so'm. Opa, mana ichi
Bular o'sha invertor motorli bo'ladi, bular. O'ziga 3 yil motoriga 10 yil garantiyasi bo'lardi bular. Aha, ya'ni tokni ham ekonom qilar ekan aka. Tokni ham rosa ekonom qiladi bular. Bu tevasida ham qanaqadir monitorchasi bu, yonadimi bu? Ha, o'sha yerda displey bor-da, o'sha Gradus ko'rsatib tursa. ko'rsatib turadi o'sha yerdan. Endi graduslarini ham o'sha yerdan baland-past qilinadi. O'sha narxi necha pulunda aka buni? Narxi 5 million 800 ming so'm buni. 5 million 800 ming so'm xo'p bo'ladi. Endi u yonidagi ham bir xil ekan, rasvetga boshqa xolasa buniki. Rasvetkasi. Buni ham narxi o'sha bir xil. Artel. Xo'p, Artelimiz bu ham invertorlik, o'sha воздушныйlik. Bunimizning narxi 6 million 500 ming so'm buni. 6 million 5. O'zi Artellar hammasi oshib qoldimi aka? Ko'tarildi-da, общий Artel mahsulotlari ozgina ko'tarildi. Endi sezoni kelyapti, холодильникda. Shuni hisobiga ko'taryapti. Shu. Yonidagi LG. Yonidagi LG. LG endi eng qimmati hisoblanadi bular. Bitovoy texnikada aka, vashi texnikada eng qimmati. 340 litrli bu ham invertorli, o'sha metal freshlik, invertor motorlik. Воздушный bu ham sonasi. Bu ham sonasi воздушный ekan mana. Bunimizning narxi 8,5 million so'm bunimizning narxi. 8,5 million so'm. Endi xudo xolasa ozgina kelishtiradigan xonasi ham bor. Vohmi, xo'p bo'ladi aka. LGda bu bunaqa ruchkali variant ekan. Bu litri katta litr so'raganlarga 450 litrli bu. Oho. Oppa, mana rost ichlari ham keng ekan, 450 litr ekan. O yonida Eshigiga qo'yilgan narsani shu yerdan sovutadi hozirlik. Chap tomonda yonida tomondan. Door cooling deyiladi o'sha narsasini. Narxi necha pul shundan? Buni narxi 9,5 million buni narxi. 9,5 million. O'zi LG eng sifatli, eng qimmati ham o'sha bo'ladi. LG bilan bu Indesitmidi? Ha. Bu rossiyskiy bo'ladi bu ham. Bu Crowley, воздушный emas bu. Bu Crowley. Ha, bu Crowley bu. 4 million 700 ming so'm bu. 4 million 700 ming. Ammo buni ham gabariti katta ekan, ha? Katta bu ham. Bo'yi 185 ta buni ham bo'yi. Katta bu ham. Mana endi 70 kattasi, metrda monitori bor ekan. Buni ham litri katta ekan. Bu общий 267 ga 142. Oho, bu xonasi ham katta ekan. 310 litr bo'lyapti bu. Narxi necha pul shundan? Narxi buniki 5 million 400 ming so'm bu. 5 million 400 ming so'm bu. Yoni aka bu plazaj bu aynali ekan, aka. Aynali, akrilli bo'lgan холодильник bu. Ekan. Buni ham sushilkasi bor ekan. Hop, bunimizning narxi 5 million 800 ming so'm aka. Immer degan firmaniki. Bu ham yaxshi, zo'r. 5 million 800 ming so'm. Xo'p bo'ladi. Aka Hisense? Hop, Hisense bu ham 5 million 800 ming so'm. Bu ham o'sha 340 litr, 320 litrli ekan. Bu воздушныйli bo'lgan varianti bu ham. Bu yaponskiya aka Hisense? Yo'q. Xitoyda firmasi bu. Xitoyda eng yaxshi firmalardan bittasi bu ham Hisense firma. Ishlashi yaxshi, zo'r. Hop, aka bu bestinchi, kichikroq uni bilan bu nariga 1.45. Ha, buni oq rasvet. Mana narxi necha pul edi buni azonchalik? Buni narxi 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'm. Mana oq rasvetkasi, mana 70 ham oqi. Xo'p, mana bu bestinda boshqacha воздушныйli 5 million 300 ming so'm narxi buni. Воздушный varianti. Bo'yi 1.70 buni, marazilkasi tepada, bo'yi 1.70 buni. Bo'yi 1.70. Bo'ldi. 292 70 bor. Xo'p, Artel'diki yana buni ko'rdi shekilli. Yo'q, u kattarog'i, u birinchi ko'rdingiz, bu kattaroq, 1.70ligi buni. Ha, bu 1.70ligi. Bu 207 ga 55 ekan, 270 litr shunaqa ekan, aka. Sig'imi. Buni narxi 4 million so'm buni narxi. 4 million so'm. Artelda narxi. Bu ham o'sha mana Mativi ekan, Nari Matividan sal kattaroq ekan. Xo'p, bu premyerimizchi aka? 3 million 850 ming so'm buni narxi. 3 million 800. Bu ham yaxshi, zo'r. Crowley pastokda ishlaydi, ekonomishniy. Pastokda LED lampochka va zakalyonis stiklo, ya'ni ayni sinmas ekan, aka, ancha-munchaga. 25 kilogacha ko'taradi shular. 25 kilogacha bemalol ko'taradi. Narxi necha pul dedingiz? 3 million 850 ming. 3 million 850 ming. Ziflerda buni ikki xil varianti bor shu razmerda. Bu varianti воздушныйli varianti 4 million 300 ming so'm. Endi xuddi shu narsani Crowley bo'lgan varianti bor 3 million 600 ming so'm. 4 million 300 ga 3 million 600 ikki xil varianti bor ekan, воздушный hamda Crowley varianti. Bu Artelimiz? Artelda bu hozirgina ichcha mokriy sveti bu. Ha, svet rasvetga boshqa. Bo'ldi, buni ham mana ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsalar, hammasini rasmini tashlab berishaveradi, narxini ham aytishaveradi. Buchi aka, bu bilan bir xilmi 70chi? Yo'q, buni narxi arzonroq, 3 million 500 ming so'm hozir buni narxi. 3 million 500 ming so'm. 3 million 500 ming. Minimalizatsiyani yaxshi ko'radiganlarga mana splashni, однотонный hech narsasi yo'q, tekis ekan. 3 million
Necha pul dedingiz azim sherik? 3 million 500 ming. 3 million 500 ming so'm. Ko'rib turganlaringdek xolodilniklar Optimga keldi, sizlarga qisqacha obzorni qilib berdik. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirdik, bemalol aloqaga chiqsalaring, eng arzon narxlarda sotib olishlari mumkin. Sog' salomat bo'linglar. Yana bitta kichkina bir xonali, ya'ni uylarda mehmonxonasiga qo'yadigan morosilkani o'rnashtiradigan xolodilnikchamiz ham bor ekan. Azim sherik, bular necha pul aka? 1 million 800 ming so'm. Bu qanaqa invektorli bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi xarakteri? Litri qancha bo'ladi shunda? 90 litrli. Bu 90 litrli bo'ldi. Bu yonida kichkintochi aka. Aha, bu necha pul aka? Narxi Midea firmaniki 1 million 700 ming. 1 million 700 ming so'm, 105 litr ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.